Hammaga salom, Jo'jo'chuz kanali obunachilari. Bitta obunachimiz qanaqa yem yeyish haqida ma'lumot so'ragan ekan. Nima bilan boqilish haqida. Mana shu yemni yeydi. Bu sal yirikrog'i, katta bo'lgan sari yiriklashib boraveradi. Jo'jamiz hozir 10 kunlik bo'ldi. 10 kunlikda mana shunaqa yem yeyapti hozir. Mana shunaqa. Kichkinaligidan bundan sal mayroqdan yeydi. Paqirdagi dori ichyapti. Suvga dorini qo'shib beramiz, dori ichadi, tezroq katta bo'lish uchun. Yana qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, kommentda o'z fikringizni qoldiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, hali yangiliklar ko'p.